Bugun men pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi yoki yaqinlari pensioner bo'lgan har bir oila bilishi shart bo'lgan juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap yangi cheklovlar, tekshiruvlar va talablar haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki oddiy bir hujjat, bank kartasi, yashash joyi yoki daromad haqidagi ma'lumot vaqtida to'g'ri ko'rsatilmasa, pensiya to'lovida kechikish, qayta hisob-kitob yoki hatto ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, balki hammasini tartib bilan, oddiy tilda tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak, kimda muammo bo'lmaydi, qaysi holatlarda pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin, qaysi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak, bularning barchasini batafsil aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu nafaqat bugungi pensionerlarga, balki ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga ham tegishli. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin deyarli hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylardi. Ya'ni bir marta hujjatlar topshiriladi, pensiya chiqadi. Keyin har oy karta yoki pochta orqali pul kelaveradi. Albatta, ilgari ham qonuniy tekshiruvlar bo'lgan, lekin amaliyotda ko'pchilik faqat pensiya miqdori oshsa yoki bank kartasi almashtirilsa idoraga murojaat qilardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning yashash joyi, tiriklik holati, nogironlik muddati, ish faoliyati, boshqa daromadlari, bank hisoblari, chet elga chiqib ketgani yoki doimiy yashash joyi o'zgargani haqidagi ma'lumotlar turli tizimlarda tekshirilishi mumkin. Bu degani, odam hech kimga xabar bermasa ham tizim ayrim nomuvofiqliklarni ko'rishi ehtimoli bor. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Masalan, pensioner Toshkent shahrida ro'yxatda turadi, lekin uzoq muddat boshqa viloyatda yashaydi va pochta orqali pensiya oladi. Agar pulni olishda vakil, qarindosh yoki boshqa shaxs qatnashayotgan bo'lsa, idora pensionerning o'zi haqiqatan ham o'sha manzilda yashayotganini, tirikligini, vakolatnoma to'g'riligini tekshirishi mumkin. Yana bir misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan shaxsning tibbiy xulosasi muddati tugagan, lekin u qayta ko'rikdan o'tmagan. Bunday vaziyatda to'lov avtomatik davom etadi deb o'ylash xato bo'ladi. Birinchi muhim yo'nalish shaxsini tasdiqlash va ma'lumotlarni yangilash talabi. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati o'zgargan bo'lsa, familiyasi, yashash manzili, telefon raqami. Bank kartasi yoki hisob raqami almashgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni vaqtida yangilash kerak. Chunki tizimdagi eski ma'lumot bankdagi yangi ma'lumot bilan mos kelmasa, pul tushishida kechikish bo'lishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish pensiya olish huquqini qayta tekshirish. Bu hammaga bir xil qo'llanadi degani emas. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchi, hujjatlari joyida bo'lgan, manzili va bank kartasi aniq bo'lgan inson odatda ortiqcha xavotir qilmaydi. Lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya olayotganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bu turdagi to'lovlarda qo'shimcha shartlar bor. Uchinchi yo'nalish ortiqcha to'lovlarning oldini olish. Davlat organlari biror shaxsga qonun bo'yicha tegishli bo'lmagan pul to'lanib ketmasligi uchun ma'lumotlarni tekshiradi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand kunduzgi ta'limda o'qishi kerak bo'lgan holatlar bor. Agar u o'qishni tashlab ketgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar bunday o'zgarish yashirilsa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi ehtimoldan xoli emas. Men birinchi navbatda nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolarga e'tibor qarataman. Agar nogironlik muddatsiz belgilanmagan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigidan o'tish muddati juda muhim. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Xulosa muddati yil dekabrgacha amal qiladi. U esa bandman. Vaqtim yo'q, keyin boraman deb yanvargacha kutadi. Ana shu oralikda pensiya to'lovi to'xtatilishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda muammo shundaki, odam kasal bo'lgani uchun emas, hujjat muddati tugagani uchun to'lovda uzilish bo'ladi. Ikkinchi guruh chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. Agar inson davolanish, farzandlari yonida yashash yoki ishlash maqsadida bir necha oyga chet elga chiqsa, pensiya olish tartibini oldindan aniqlab olish kerak. Ayrim holatlarda bank kartasi ishlayveradi, lekin shaxsni tasdiqlash, vakolatnoma, yashash joyi yoki konsullik bilan
bog'liq talablar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bu katta xavf. Chunki karta egasi tirikmi, o'zi rozimi, pulni o'zi olyaptimi, bular tekshiruvda muhim bo'ladi. 3-guruh vakolatnoma orqali pensiya olayotganlar. Keksaygan ota-onasi yura olmaydi, farzandi bankka boradi. Pochta xodimi orqali pul oladi yoki karta pulini yechib beradi. Bu hayotda juda ko'p uchraydi. Lekin vakolatnoma muddati, notarial tasdiq, pensionerning roziligi, shaxsiy hujjatlar to'g'ri bo'lishi shart. Masalan, begin 2 yoshli ona yurishga qiynaladi. O'g'li uning pensiyasini olib keladi. Agar vakolatnoma muddat tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul berishni rad qilishi tabiiy. Bu cheklov emas. Bu pulni noqonuniy olishning oldini olish chorasi. 4-guruh qo'shimcha ustama, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olayotganlar. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner sifatida qo'shimcha yordam olayotgan fuqaro keyinchalik farzandi bilan birga yashay boshladi yoki ro'yxatdan o'tgan manzilda boshqa shaxslar paydo bo'ldi. Bunday holatda ilgari berilgan yordam shartlari o'zgarishi mumkin. Men bu yerda har bir holat alohida ko'rishni ta'kidlayman, lekin ma'lumotni yashirish eng katta xato bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, bank kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz va hech qanday qo'shimcha shartli to'lov olmayotgan bo'lsangiz, odatda vahima qilishga asos yo'q. Yangi tartiblarning maqsadi oddiy pensionerni qiynash emas, balki noto'g'ri ma'lumotlar, eskirgan hujjatlar va noqonuniy to'lovlarni aniqlashdir. Lekin men baribir bir narsani maslahat beraman. Menda hammasi joyida deb butunlay beparvo bo'lmang. Bank kartangiz muddati qachon tugashini tekshiring. Telefon raqamingiz bank va pensiya organlarida to'g'ri ko'rsatilganmi? Biling. Pasportingizdagi manzil haqiqiy yashash joyingizga mos keladimi? Ko'rib chiqing. Chunki muammo ko'pincha katta qonun buzilishidan emas, mayda e'tiborsizlikdan boshlanadi. Birinchi misol, 18 yoshli pensioner har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Bank kartasining muddat tugaganini bilmaydi. Chunki pul oldin avtomatik tushib turgan. Muddat tugagach pul hisobga o'tadi, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi yoki bank yangi kartani faollashtirishni talab qiladi. Pensioner pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya idorasida emas, bank kartasida. Shuning uchun kartaning old tomonidagi amal qilish muddatini oldindan ko'rish kerak. Ikkinchi misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba oyiga 7.000 so'm to'lab oladi. U kunduzgi o'qishdan sirtqi o'qishga o'tadi, lekin buni idoraga aytmaydi. Bir necha oy o'tib, ma'lumotlar solishtirilganda uning huquqi o'zgargani aniqlanadi. Natijada to'lov to'xtatilishi va ilgari ortiqcha olingan summa bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda talabaning maqsadi yomon bo'lmasligi mumkin, lekin qonun talabini bilmaslik javobgarlikdan to'liq ozod qilmaydi. 3-misol, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuboradi. U oyiga 1.200.000 so'm oladi. 2 oy hujjat yangilanmagani uchun to'lov ushlanib qoladi. Keyin u hujjatlarni tiklash uchun shifoxona, ekspertiza pensiya bo'limi o'rtasida yuradi. Agar u muddati tugashidan 1 oy oldin harakat qilganda bu uzilib bo'lmas edi. Shuning uchun men har doim hujjat muddatlarini alohida daftar yoki telefon eslatmasiga yozib qo'yishni tavsiya qilaman. 4-misol, 75 yoshli pensioner qishloqda yashaydi, farzandi shaharda turadi. Farzandi otasining kartasini olib, har oy pul yechadi va unga naqd berib turadi. Agar ota rozi bo'lsa ham, karta va PIN kodni boshqaga berish xavfli. Birinchidan, bank qoidalariga zid bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, oilada kelishmovchilik chiqsa, pulni kim olgani bo'yicha muammo tug'iladi. Uchinchidan, tekshiruvda pensioner pulni o'zi olayotganini isbotlash qiyinlashadi. To'g'ri yo'l zarur bo'lsa vakolatnomani qonuniy rasmiylashtirish. Hamma cheklovlar ham pensiyani butunlay yo'qotish degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi, hujjat to'ldiriladi, keyin qayta tiklanadi. Lekin bu jarayonda odam bir necha hafta yoki oy pul kutib qolishi mumkin. Pensioner uchun esa hatto bir oy pensiyasiz qolish katta muammo. Dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport xarajatlari bor. Shu sababli men keyin hal qilaman degan yondashuvni eng xavfli deb bilaman. Yana bir nozik masala ro'yxatdagi manzil bilan haqiqiy yashash joyining farqi. Ko'p odamlar bir joyda propiskada turadi, boshqa joyda yashaydi. Bu avtomatik ravishda pensiya bekor bo'ladi degani emas.
lekin rasmiy xabarnomalar, tekshiruvlar, pochta orqali to'lovlar va mahalla ma'lumotlari bilan bog'liq muammolar chiqishi mumkin. Agar siz boshqa manzilda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, mahalla, bank yoki tegishli pensiya organiga bu haqda qanday tartibda ma'lumot berish kerakligini aniqlang. Yana bir muhim nuqta, ishlayotgan pensionerlar. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'plab odamlar qo'shimcha ishlaydi. Bu hamma holatda taqiqlangan degani emas. Lekin ayrim ustamalar, imtiyozli to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner rasmiy ishga kirsa, ayrim kompensatsiya yoki yordam shartlari qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Shuning uchun men pensiya olaman, ishga kirsam hech kim bilmaydi degan fikr noto'g'ri. Elektron tizimlar ish joyi va daromad haqida ma'lumotni ko'rsatishi mumkin. Chet el masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi qaysi tartibda davom etishi yoki to'xtashi mumkinligini oldindan bilishi shart. Har bir holatda xalqaro kelishuvlar, yashash maqomi, fuqarolik, bank hisoblari va tasdiqlovchi hujjatlar rol o'ynaydi. Men bunday vaziyatda qo'shnim shunday qilgan ekan degan gapga ishonmaslikni maslahat beraman. Eng to'g'ri yo'l rasmiy idoradan yozma yoki aniq javob olish. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men birinchi qadam sifatida hujjatlaringizni tekshirishni tavsiya qilaman. Pasport yoki ID karta muddati, bank kartasi muddati, pensioner guvohnomasi, nogironlik xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, vakolatnoma, yashash manzili haqidagi ma'lumot, bularning hammasini bir joyga yig'ib qo'ying. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangiz hujjatlarini bir marta tartiblab bering. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi, lekin ko'p muammolarning oldini oladi. Ikkinchi qadam bankdagi ma'lumotlarni tekshirish. Karta kimning nomida, muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Karta yo'qolsa kimga murojaat qilinadi? Bularni biling. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandi yordam berishi mumkin, lekin karta egasining roziligi va qonuniy tartib bo'lishi shart. Men ayniqsa PIN kodni qarindoshlarga tarqatmaslikni maslahat beraman. Ishonchli odam bo'lsa ham ertaga tushunmovchilik chiqmasligi uchun hamma narsa rasmiy bo'lgani yaxshi. Uchinchi qadam, pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy organ bilan aloqani yo'lga qo'yish. Agar sizda shubha bo'lsa, borib so'rang. Mening pensiyam bo'yicha qanday hujjatlar yangilanishi kerak? Manzilim o'zgarsa nima qilaman? Chet elga chiqsam qanday xabar beraman? Nogironlik ko'rgin muddati qachon tugaydi? Bunday savollarni berish uyat emas. Aksincha bu mas'uliyatli yondashuv. 4-qadam o'zgarishlarni yashirmaslik. Familiya o'zgarsa, nikoh yoki ajrim bo'lsa, yashash joyi almashsa, talaba o'qish shakli o'zgartirsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, pensioner chet elga uzoq muddat ketsa, vakolatnoma muddati tugasa, bularni vaqtida bildirish kerak. Chunki yashirilgan o'zgarish keyin katta muammoga aylanadi. Bugun bir varaq ariza bilan hal bo'ladigan masala ertaga bir necha million so'mlik qayta hisob-kitobga olib kelishi mumkin. Agar idoraga murojaat qilsangiz, men quyidagi hujjatlarni tayyorlab borishni maslahat beraman. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid ma'lumot, bank karta yoki hisob raqami rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar vakil bo'lsa, notarial vakolatnoma, agar nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, agar talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Har bir holatda qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin, lekin asosiy paket shular. Ariza yozishda ham aniqlik muhim. Pensiyamni tekshirib bering deb umumiy yozish o'rniga masalani aniq ko'rsating. Masalan, bank kartam o'zgargan sababli pensiya to'lovini yangi hisob raqamiga yo'naltirishni so'rayman. Yoki yashash manzilim o'zgargani munosabati bilan ma'lumotlarimni yangilashni so'rayman. Yoki nogironlik xulosasi yangilangani sababli pensiya to'lovini davom ettirishni so'rayman. Aniqlik ishni tezlashtiradi. Yana bir maslahat, hujjat topshirganingizda nusxa yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olishga harakat qiling. Bugun ko'p idoralarda elektron navbat, elektron murojaat yoki qabul raqami bo'ladi. Shu raqamni saqlab qo'ying. Agar keyin hujjat kelmagan degan vaziyat bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz ham imkon bo'lsa, rasmiy javobni yozma shaklda olishga intiling. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni alohida sanab o'taman. Birinchi xato hujjat muddati tugaguncha kutish. Ikkinchi xato kartani boshqa odamga berib yuborish. Uchinchi xato chet elga ketib.
hech kimga xabar bermaslik. 4-xato talabalik, nogironlik yoki ijtimoiy yordam shartlari o'zgarganda sukut saqlash. 5-xato idoraga og'zaki gap bilan borib, hech qanday yozma iz qoldirmaslik. Yana bir katta xato mish-mishlarga ishonish. Hamma pensionerlarning puli kesilar ekan. Endi karta orqali olganlarga bermas ekan. Chet elga chiqqanlarning pensiyasi butunlay yo'q bo'lar ekan kabi gaplar odamlarni qo'rqitadi. Men bunday xabarlarga ishonmaslikni maslahat beraman. Har doim rasmiy manba, qonuniy tartib va shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq javob muhim. Chunki bir odamga taalluqli qo'yda boshqasiga umuman tegmasligi mumkin. Bu savolni ham ochiq tushuntirish kerak. Davlat pensiya tizimida pul har oy millionlab odamlarga to'lanadi. Agar biror ma'lumot eskirsa, agar vafot etgan odam nomidan pul olinaversa, agar huquqi tugagan shaxs to'lov bo'lsa, agar bir to'lov bir necha marta noto'g'ri hisoblanib ketsa, oxir oqibat bu butun tizimga zarar qiladi. Shuning uchun tekshiruvlar faqat cheklash emas, balki adolatli taqsimot vositasi hamdir. Lekin men shuni ham aytaman. Tekshiruv bo'lsa, pensionerning huquqi ham bor. Agar sizning pensiyangiz asossiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, izoh talab qilishga, hujjat topshirishga, qayta ko'rib chiqishni so'rashga, yuqori tashkilotga murojaat qilishga haqqingiz bor. Hech kim sizga sababini tushuntirmasdan shunchaki bo'lmaydi deb qo'yish to'g'ri emas. Siz muloyim, lekin qat'iy bo'lib yozma javob so'rashingiz mumkin. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, yangi talablar va tekshiruvlardan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya olishda eng muhim narsa hujjatlar to'g'ri bo'lishi, ma'lumotlar yangilangan bo'lishi, to'lovni haqiqiy egasi olishi va pensiya huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarishlar vaqtida bildirilishidir. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq pasportingizni, kartangizni, manzilingizni va qo'shimcha hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ko'p keksalar elektron tizim, bank kartasi va rasmiy murojaat tartibini yaxshi bilmasligi mumkin. Bitta vaqtida berilgan ariza, bitta yangilangan hujjat yoki bitta tekshirilgan karta keyingi oyda katta muammoning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari, bank kartasi, vakolatnoma yoki hujjat yangilash bo'yicha qanday muammolar uchrayapti? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu xabar bugun kimningdir pensiyasi vaqtida kelishiga yordam berishi mumkin.